Xitayning natsist lagerlari va Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishi. Avtori Umid Musabay. Yaqindan buyon muhojiratdagi vatandoshlar orasidagi yangi fikr talash tortishlari ichida vatanimiz Sharq Turkistondagi natsist lagerlari va mustaqillik harakatimiz orasida ixtilof mavjudligi to'g'risidagi tema kishini ajablantirishdan yoqchishiltish darajasiga qarab ko'tarilmoqda. Vatanimizdagi lagerlarni taqtish uchun elib berilayotgan harakatlar Sharqi Turkistonning mustaqillik ko'rishiga ta'sir ko'rsatamdi. Ko'rsatsa, qanday ta'sir ko'rsatdi? Ijobiy ta'sirmi yoki salbiy ta'sirmi? Va yoki butunlay ziyonliqmi? Lagerlarning taqilishini tilga ilishdan burun lagerlarning ichilish sabablari va Sharq Turkiston xalqiga va mustaqillik harakatiga bo'lgan ta'siriga bir qarab chiqishga to'g'ri keladi. Umumiy xalqni jazolash tadbirini yangi pallaga elib chiqqan navbatdagi lagerlarning ichilish sabablari tövəndikidək bir qancha nuqtaga yig'inchoqlanish mumkin. Birinchi, Sharq Turkistonning yerlik asosiy xalqi bo'lgan Uyg'urlar bilan Xitoy ko'chmanlarining tinchlik ichida bir-biriga ishinib, yonma-yon yashash ehtimolligining 2009-yildagi Urumchi qirg'inchiligidan keyin asosan yo'qolganligi va buning Xitoyning Sharq Turkiston xalqini osti xarakterda assimilyatsiya qilib yo'qotish planini eng oz deganda 50 yil kechiktirganligi. Ikki to'plamda bir-biri bilan yonma-yon yashay oladigan ishonchni yangidan barpo qilish uchun bu voqeaning ta'sirini unutiltirish lozim. Odatda bundaq cho'ng vaqalarning xalqqa bo'lgan ta'sirini tugatgili bo'lmaydigan bo'lib, Sharq Turkiston xalqining bu vaqani unutish uchun 2 avlod olamdan o'tishi lozimdir. Ikkinchi, Xitoyning planliq tug'ut siyosati sababli kelib chiqqan nopos jihatdagi krizisning Xitoy iqtisodiga va Xitoy kelgusiga ko'rsatadigan g'oyat zo'r davolg'ushining oldini olish uchun planliq tug'ut siyosatidan voz kechishga majburlanishi. Xitoy davlati pat yaqinda planliq tug'ut siyosatidan butunlay voz kechishga majbur qoladi. Bu ahvolda majburiy yo'llar bilan Xitoy xalqiga 2 balaliq bo'lishni amalga oshirish tas bo'lgan ahvolda Uyg'urlar va Sharq Turkistonning boshqa xalqlarining noposining zo'r ko'lamda eshish ehtimoli bor. Uchinchi, Orol zanjiri strategiyasi bilan Xitoyning sharqi janubini chambarga olgan raqib kuchlarning g'arbda Xitoyning bir balvoq, bir yo'l strategiyasiga qarshi Sharqi Turkiston masalasini qo'llanilish ehtimoli. Yuqorqi sabablar tufayli Xitoyning Sharq Turkiston xalqini jiddiy bostirishining yangi pallasi bo'lgan natsist lagerlarining Sharqi Turkiston xalqiga va muhojiratdagi Sharqi Turkiston kuchlariga ko'rsatgan ta'sirlari bo'lsa, tövəndikidek nuqtalarda namoyon bo'lishi mumkin. Muhojiratdagi Sharqi Turkistonliklarga ko'rsatgan ta'sirlari. Birinchi, ilgari Sharqi Turkiston harakatiga qarta qiziqish bo'lmagan Sharqi Turkistonliklarni bu harakat sepiga akirish rolini o'ynadi. Buning bilan muhojiratdagi Sharqi Turkiston harakatida jonlanish bo'ldi. Ikkinchi, xalq deb atalgan tashkilotsiz Sharqi Turkistonlik shaxslarning tashkilotlardan kutgan orzularining eshishi bilan
muhojiratdagi Sharqi Turkiston Uyg'ur tashkilotlarga qarta paydo bo'lgan besim sabablik tashkilotlar texmi harakatchan holga keldi. 3. Xalq deb atalgan tashkilotsiz Sharqi Turkistonlik shaxslarning harakatga o'tishi bilan bir qancha yangi iqim paydo bo'ldi. 4. Paydo bo'lgan ba'zi yangi iqimlarning urg'ib chiqqan hissiy tuyg'ulari bilan hamma savallikka tashkilotlarni mas'ul ko'rsatishini fursat bilgan Xitoy taraf tashkilotlarga bo'lgan hujumni kuchaytirdi va muhojiratdagi Sharqi Turkistonliklar orasida ziddiyat urqini chechishga yana bir qatim boshladi. 5. Tashkilotlarning ko'pinchisi o'z xizmatlarining yetarsiz qolganligini his qildi va yangicha harakatga o'tishning lozimligini ko'rib yetdi. Harakatsiz qolgan tashkilotlar shollanib ketishi mumkin. 6. Ochiq oshkora mustaqillik talab qilgan tashkilotlarning xalqaro sahnada harakat qilish bo'shliqi shakllanyotdi. 7. Qozoq, Qirg'iz qatorliq Sharqi Turkistonning boshqa xalqlariga kengaygan mazkur bostirish muhojiratdagi Sharqi Turkistonlik barliq xalqlarni birlashtirishga boshladi. Kengaytib aytsak, yolg'iz Sharqi Turkistonliklar emas, balki O'rta Osiyo, Turkiya Cumhuriyatlarida Sharqi Turkiston harakatiga qarta belgilik darajada hissdoshlik shakllantirmoqda. 8. Mazkur lagerlar krizisi Amerika-Xitoy munosabatlarining yiriklashishi mezgillarga to'g'ri kelganligi uchun Sharqi Turkiston masalasini dunyo siyosiy kun tartibga yana bir qatim elib kirdi. Bu masalani kun tartibda tutib turish va siyosiy o'zgarishlarni kontrol qilish tashkilotlarimizning eng muhim xizmatlari bo'lishi lozim. Vatan ichidagi Sharqi Turkistonliklarga ko'rsatgan ta'sirlari. 1. Mazkur bostirish yangi boshlangan mezgillarda xo'rliq va ilojsizlik his qilgan Sharqi Turkiston xalqi bugungi kunga kelganda ikki turkumga bo'linish oldida bo'lib, bular biroq umidini uzib, milliy kimligidan voz kechish yo'lini tanlaydiganlar va jondimmi to'ygan holda o'limni oxirgi qutulish yo'li deb qarab, o'limdanmi qo'rqmaydigan holga kelgan xalqdir. İnsanның eng oxirgi axloq va g'urur nuqtasi bo'lgan badanining yalang'och holda qiynalishi, g'ururning bosqinchilik yo'li bilan dafsanda qilinishi, insonni o'lim yo'lini oxirgi qutulish deb qaraydigan nuqtaga elib kelishi mumkin. Bu ikki turkumdagi xalqimiz uchinchi bir ehtimollikda o'rtaqlikqa ega bo'lib, bu zulmdan o'zini qutqiza oladigan bir kuchga bo'lgan intizorlik mazkur o'rtaqlikning muhim halqisidir. Lagerlarning taqilishining Sharqi Turkiston xalqiga ko'rsatadigan ta'siri. Navbatdagi xalqaro vaziyat bizga foydali bo'lib, Amerika majlisidagi yig'inda mutaxassislarning Amerika hukumatiga bergan lagerlar masalasini asos qilib turib, Xitoyning xalqarodagi obrazini yerga urish orqali bir balvoq bir yo'l strategiyasiga qarshi turish maslahati bo'yicha G'arb axboroti harakatga o'tdi. Agar bu plan sistemalik holda davomlashadigan bo'lsa, bir balvoq bir yo'l strategiyasining amaliylashish uchun kerak bo'lgan Xitoyning O'rta Sharqdagi ijobiy obrazi buzib tashlanadi. Buning bilan Xitoy hukumati cho'ng strategiyaga ziyon elib kelganligi sababli lagerlarni taqashga majbur bo'ladi. Agar
lagerlarning bu besimlar bilan taqilishini qiyos qilib baqadigan bo'lsak, shundoq yakunni chiqara olishimiz mumkin. Xalqimizni mazkur lagerlardan qutuldirish Sharqi Turkiston xalqini shundoq ong'a erishtirdiki, u bo'lsa-mu, so'laydi ekansan, qiynaydi ekansan, qo'lingdan kelsa o'ltirdi ekansan. Ammo seningdan kuchli biri bizni yana qutuldirdi ekan-ku degan uqumning shakllanishi. Ya'ni ma'lum bir kuchning besimida lagerlarning taqilishi Sharqi Turkiston xalqining Xitoy tajovuzchi hokimiyatiga qarshi psixologiyalik urushini 50 yillik g'alabaga erishtirdigan muhim nuqtadir. Bu orqali milliy kimligidan voz kechishni tanlamoqchi bo'lgan turkumdagi xalqimizning milliy kimligiga qaytishi mumkin bo'lib qolmay, jondan to'ygan holatga kelgan bir qancha million insonning mazkur xo'rliqdan qutqazg'uchi o'limdan hayot holda qutulib chiqishi bo'lsa, Sharqi Turkiston mustaqillik harakatini o'limdanmi qo'rqmaydigan millionlagan jangchi bilan ta'minlash bo'ladi. Har krizis o'z fursatini billa elib keladi deyilganidek, Xitoyning Sharqi Turkiston xalqini yo'q qilish uchun elib borgan natsist xatoligi Sharqi Turkiston xalqining milliy uyg'onish harakatini boshlab berish ehtimolligiga homilidir. Shuning uchun Xitoy hukumatining bu xatolikka sabablik boshlagan mazkur lagerlar krizisini to'g'ri hal qila olishimiz Sharqi Turkiston milliy mustaqilligining ong jihatdan xalqni tayyorlashdek birinchi amaliy qadamini besish fursatini bizga oltin tavaqda sunmoqda. Tövəndikidək suallarga ciddi javob berib, qarorimizni aniq qilishimiz mana mushundaq tarixiy vaziyatning bizdan kutayotgan taqozzosidir. Birinchi, boshqa davlat, hukumat hujjatlarida vatanimizning nima deb atalishi muhimmi yoki Sharqi Turkistonda milliy mavjudlikning saqlanib qilishi va o'limga tayyorlanib bo'lgan millionlagan xalqning qutulishi muhimmi? Ikkinchi, millionlagan Sharqi Turkistonlikning hayotini do'g'i tikib turib, Sharqi Turkiston ismi bo'lmasa, qonun chiqmasin degan ideyani tashabbus qilishimiz natijasida navbatdagi xalqaro vaziyatda biror davlatda Sharqi Turkiston ismi bilan qaror yoki qonun chiqarish ehtimoli bormi? Uchinchi, vatanimizdagi millionlagan qarindoshlarimiz halok bo'lgandan keyin Alloh saqlasin. Biz ching turgan Sharqi Turkiston ismi bir qancha yillik mazmun turishimiz bilan har qaysi davlatlarning qarornoma yoki qonunlarda rasmiy tilga ilinadi deydigan kepillik beralamdiq. To'rtinchi, bundaq bir kepillik beralmasak, boshqa davlat materiallarda Sharqi Turkiston ismida ching turishimiz, vatanimizda 3 million Sharqi Turkistonlik qarindishimizning halok bo'lishiga hech qanday harakatsiz ko'z yumishimizga oqilona sabab bo'la olamdi. 5. Qog'ozda tilga elinish muhimmi yoki maydonda amaliy kuchga erishish muhimmi? 6. Bugun 3 million vatandishimizning hayoti nima bo'lishidan qat'iy nazar, Sharqi Turkiston ismi tilga ilinmasa, hech qanday ish qilmagan yaxshi fikrini o'ttirg'a qo'yayotganlar 3 million qarindishimizning halok bo'lishiga harakatsiz qarab turishning tarixiy javobgarligini ustiga ola olamdi.
Agar oxirgi savolga beradigan javob yo'q bo'lsa, javob izlashga tegishli asli savol tövəndəki savoldir. 7. Mazkur lagerlarning taqilishi va Sharq Turkiston mustaqillik harakatining o'limga tayyorlanib bo'lgan millionlagan jangchiga erishishi uchun nimalarni qilishimiz lozim? Yuqorqi savollar haqida tashkilotlarimizga va muhojiratdagi aziz vatandoshlarimizga tövəndəkidək təkliflərini sunmaqçımən. 1. Növbətdəki vəziyyətdə biz xətçək, tələb arzularımızda Şərqi Türkistan ismini qollansaqmı? Avstraliyadakı imza toplashda qilganimizdək. Hökumətlərinin rəsmi materiallarında yanıla başqa isim işlətadiganlığı bir reallıqdır. Bizning qilishimiz kerak bo'lgani mazkur lagerlarning xalqimizning Xitoyga qarshi psixologiyalik urushdagi muhim ahamiyatini tushunishimiz va lagerlarning taqilishining Sharqi Turkiston mustaqillik harakatiga qarshi emas, balki Sharqi Turkiston mustaqilligining birinchi amaliy qadami ekanligini tunib yetishimiz lozim. 2. Sharqi Turkiston mustaqillik masalasini hech qanday tashkilotning o'z oldiga yolg'iz hal qila olmaydiganligidek haqiqatni tunib yetib, barliq tashkilotlar o'zaro dialog va diplomatik kanallarni ichishi. 3. Mustaqillikni ochiq talab qilish yo'lini tutgan tashkilotlar navbatdagi xalqaro vaziyat yaratayotgan harakat bo'shliqlaridan unumlik foydalanishi. Har qaysi tashkilotlar bir-birini ayblashning o'rniga o'zaro mavjudlikni e'tirof qilish, bir-birining tanlagan yo'lini hurmat qilish va amaliy harakatga hamkorlik shakllantirish. 4. Har qaysi xalqaroliq Sharq Turkiston Uyg'ur tashkilotlarining rahbarlari orasida bir yumaloq ustal hamkorlik mexanizmi qurib chiqib, har qaysi tashkilotlar o'zining ta'siri va harakat doirasi ichida mazkur masalani hal qilish uchun o'rtaq planda harakat elib berish. 5. Dünya Uyg'ur qurultiyi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi va Vakolatsiz Millatlar Tashkilotini harakatga keltirish. 6. Ma'rif hamkorlik tashkiloti va Ulamolar birligi tashkiloti Arab va musulmon davlatlarga qartilgan tashviqotni kuchaytirish va ularning xalqi orasida ta'sir yaratish. 7. Sharqi Turkiston mustaqillik harakati tashkiloti Turkiya va O'rta Osiyo Turkiy Jumhuriyatlariga bo'lgan tashviqotni kuchaytirish va xalq orasida ta'sir yaratish. 8. Har qaysi g'arb ellardagi Sharqi Turkistonliklar va yerlik tashkilotlar o'z davlatida ta'sir yaratish orqali Xitoyga besim ishlatishda xalqaro sahnada Amerikani yolg'iz qo'ymaslikqa tirishish. Amerikaning xalqaro sahnada lagerlar masalasini qo'llanayotganligidek afzal sharoitdan foydalanib, lagerlar masalasi orqali Xitoy obrazini buzish qadamiga moslashish va tezlashtirish. 9. Har qaysi xalqaroliq tashkilotlarning hamkorligida Sharqiy Janubiy Osiyoda Yaponiya yoki Tayvanni markaz qilgan holda bir kuch yaratish orqali bu rayondagi davlatlarga va Hindistonga ta'sir ko'rsatish. 10. Barliq tashkilotlar va fidoyilar ommaviy vositalarda
o'zaro ixtilofni to'xtatish va Xitoyning oramizga ziddiyat urqini chechishiga fursat yaratib bermaslik. 2018 yil 22 oktyabr Sidney